uyda bo'layotgan muammolarni ko'chaga ko'tarib chiqayotgan, eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan, uydagi yetishmovchilik muammolarida olib chiqib majlislarda gapirayotgan ayol, birodarlar, Alloh taoloning As-Sittir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol. Bir narsaga hayronsan-da, eridan shikoyat qilib chiqdi. Nima? Ular yaxshiroq erni berib qo'yadimi bunga? Yo uydagi bir muammoda olib chiqdi, kamchilikda. Ular nima shu muammoni hal qilib beradimi? O'zi nimaga olib chiqib gapiramiz tashqariga, bilasizlarmi birodarlar? Nima bor shuning orqasida? Bilamiz bizga bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi. Bilamiz xotinimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi. Nimaga gapiramiz shuni? Nimaga? Bo'shashini xohlaymizda matim. Gapirsang nima bo'lasan? Ha, yozilganlar aytayapti buni. Gapirsang yozilasan. Ha, musulmon gapirish kerakmi odamlarga? Yo'q. Musulmon odam joy namozda gapiradi Robbisiga. Shu dardini, hasratini, muammosini, mushkulasini, kamchiligini, nuqson yetishmovchiligini joy namozda turib Robbisiga yarim tunda namoz o'qib turib aytadi, u dardi qalbida qolmaydi. Ko'chaga chiqqanda hech qanday muammosi yo'q deb zo'r yuraveradi. Chunki bo'shatib oldida matini.